hozir eshitib xursand bo'ldim. Yana premyeralar bor ekan. Mana do'stimiz Avazbek Shomurodov necha yillik bu yigit ham ijodkor. Endi Erkin akam ustoz, endi Erkin akam Rahmat. gap so'z bo'lishi mumkin. Kursimizni vaqt chegaralangan, demak premyeralarga o'tmasak bo'lmaydi menimcha. Izohon. Kimdan boshlaymiz birinchi premyerani? Endi siz nima desangiz shu, Javlon aka. Erkin aka sizdan boshlaymizmi yoki Avaz aka sizdanmi? Yodgor akam endi keldilar. Yodgor akam premyerani birozdan so'ng eshitamiz. Farqi yo'q. Kimdan boshlaymiz desak boshlayveramiz. Nima deysiz Erkin aka? Avaz akamdanmi? Avaz akam nima qo'shuv, qanaqa premyera aka? Yangi taronamiz Maktuba Shaydo so'zi bilan Sherzod Ozodov musiqasi Yaxshi kunlar keladi ishon deb nomlangan yangi taronamiz albatta. 52. Eshitib baho berasiz. Nima deysiz? Yaxshi kunlar keladi ishon. Eshitib ko'ramiz aka. Zo'r qo'shiq o'xshayapti. Marhamat Avazbek Shomurodovdan. O'tib ketar uyqusiz tunlar, yechiladi dildan tugullar, ortda qolib bulutli kunlar, yaxshi kunlar keladi ishon. Jahl otga minmasang bo'ldi, taslim bo'lib sinmasang bo'ldi, duolardan tinmasang bo'ldi, yaxshi kunlar keladi ishon. Ishon, ishon, yaxshi kunlar keladi ishon. Ishon, ey ishon, yaxshi kunlar keladi ishon. So'ylar shirin ertaklar, hayollaring ko'kka yetaklar, yuragingda orzu kurtaklar, yaxshi kunlar keladi ishon. So'zlaringdan bol tomadi bol, omadingga termulasan lol, birodarim o'zing qo'liga ol, yaxshi kunlar keladi ishon. Ishon, ishon, yaxshi kunlar keladi ishon. Ishon, ey ishon, yaxshi kunlar keladi ishon. Yo'qlab kelar sen kutgan rohat, quchog'ingga sig'may ketar baxt. Yaratganga ishongin faqat, yaxshi kunlar keladi ishon. Ishon, ishon, keladi.